Yunusobod 7-kvartal amerikanskiy posolstvoni shunday yonida joylashgan. 2-dom, 2-etaj, 2 xona, 3 xona qilib qo'yilgan mana shunaqa premium klassdagi uyimiz sotuvga chiqdi o'rtoqlar. Bizga podpiska bosib, like chalan qizartirib qo'yish esdan chiqmasin. Videoning oxirida narxini aniq aytib o'taman o'rtoqlar. Hozir birma-bir xonalarimizni ko'rsatib chiqaman. Mana shu ko'rib turgan xonamiz bitta kattagina zalimiz bo'ladi. O'zini hamma mebel texnikasi bilan jihozlangan. Oshxonamizni balkonga olib chiqib bitta detskiy xona qilib qo'yganmiz. Bu yoqda ham mana akkuratni qilib o'zini hamma mebel texnikasi bilan jihozlab qo'yilgan. Balkonimizni bo'lsa oshxona qilib qo'yganmiz. Mana hamma mebel texnikasi bor o'rtoqlar. Mana original gaz plitalar qo'yib qo'yilgan, рабочий stollari, холодильник mebellari hammasi originaldan qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar. Zalimizdan bo'lsa keyingi xonalarimizga o'tamiz. Bu esa podyezddan kiruvchi prixochkamiz. Bu yoqda ham mehr bilan hamma narsa ideal qilib remont qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Sanuzullarimiz отдельно mana bu vanna qismi bo'ladi. Kir moshinalari ham zo'ridan qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar. Keyingisi bo'ladi hojatxonamiz. Mana hojatxonamiz ham mana shunaqa ideal holatda. Keyingi xonamiz kattalarimizni yotoqxonasi bo'ladi. Bu yoqda ham hamma mebel texnikasi bor o'rtoqlar. Mana pardalarimiz ham falon pulli pardalardan osib qo'yganmiz. Konditsioner hamma narsasi bor o'rtoqlar. Shu ko'rib turgan 2 xona, 3 xona qilib qo'yilgan premium klassdagi uyimizni narxiga keladigan bo'lsa, narxini srochniga 77500 deb turibmiz. Pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Ustida yana ozgina gaplashadigan joyi bor. Xohlasanglar ipotekaga olinglar, xohlasanglar naqdga olinglar. Ulgurib qoladigan joyi o'rtoqlar. Posolstvo shunday yonginangizda shunday o'tib, dokumentlarni tayyorlab, shunday Amerikaga uchadigan joyi o'rtoqlar. Bizga podpiska bosib, like chalan qizartirib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shunaqa zo'r uylarni o'tkazib olmaslik uchun shu videoni mana shunaqa uy qidirib yurgan tanishlarga shunday jo'natib qo'yamiz.